Assalomu alaykum hammaga. Videoni oxirigacha ko'ramiz, foydali bo'ladi. Gaz sveti vazifasini, uyga pechkani vazifasini bajarib beradigan yengillik zo'rini olib kelib qo'ydik mana. Faqat salerkada ishlaydi bu. Sifatlari zo'r. Orqa fonga e'tibor bermaymiz. Bu pechkamiz uylaringizga ma'lum bir miqdorda issiqlik ham chiqarib beradi. O'zidan yorug'lik ham chiqarib beradi. Ustiga choy qaynatsa bo'ladi. Tuxum qovurish deysiz, yengil taomlarni ham pishirib beradi. Bu ayniqsa issiqxonasi borlarga, kichik miqdorda issiqxonasi borlarga issiqxonani ichini juda ham yaxshi haroratda ushlashga yordam beradi. Mana bu ustiga choy, ovqat yoki meva deysizmi, umuman qishda issiq saqlanishi kerak bo'lib turgan narsalarni qo'yib isitish mumkin. Bu mana bu yerda qotiriladi va usti juda mustahkam, qochib ketmaydi. Odam chiqsa ham ko'taradi. Buni olib mana ichini ko'rsatamiz hozir. Xo'p, mana bu qismi pilik yoqish uchun, pilikni issiqligini bir joyga urib berish uchun xizmat qiladi. Bu olinadi mana. Olingandan keyin mana bu yerda pilik chiqadi mana. Mana bu buragich pilikni baland past qiladi, ya'ni olovni baland pastligini ta'minlab beradi mana. Materiallari hammasi nержавейкаdan, juda ham mustahkam materiallardan. Mana bu yerda salerka qo'yadigan mana joyi bo'ladi. Mana bu yerda salerkani miqdorini ko'rsatib turadi. Mana bu yerda maxsus prujinasi bor, shuni ko'tariladi-da, mana pilik chiqariladi va bu yerdan yoqiladi va bu joyiga qaytarib qo'yib qo'yiladi. Uzoq yillar xizmat qilib beradi xudo xolasa. Xo'p, tog'li joylarda, qishloq chekka qishloqlarda yashaydigan gaz svet uncha yaxshi bo'lmagan joylarga juda ham ish beradi bu. Buni istaganlar mana bu joyini kesib olib tashlasa ham bo'ladi, shu tur ishlatsa ham bo'ladi. Kesib olib tashlaganda olov issiqlik prema urgani uchun ko'proq issiqlik beradi, joyi bor. Xohlaganlar mana bu oyog'ini kesib tashlab bu ustiga qo'yiladigan joyini olovga yana ham yaqinroq qilib qo'yib olsa bo'ladi. Xohlasangiz hammasini olib tashlaysiz dagin. Mana shunga o'xshagan duplikat chiroyli qilib mana shu yerga yasab olib, mana shunday yaqin holatda qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu orqasi teshigi bor. Bu nima vazifani bajaradi deganlarga, salerka yonganda juda ham tutun holatda yonadi va o'zidan hid chiqarishi mumkin. Xuddi gazga havo bilan yoqsa yaxshi bo'lgandek, bu ma'lum bir miqdorda havo berib turadi. Shuni hisobiga juda ham sifatli yonishiga xizmat qiladi, xudo xolasa. Materiallar mana juda ham baklari chidamli, yaxshi materialdan bo'lgan. Buni nержавейка materialdan tunuka yasaydigan ustalar yasab ham beraveradi. Duplikat qilib bizga eng asosiy detal mana shu vazifasini bajarib beradi. Bu pechka kimga qiziq bo'lsa yo olmoqchi bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilishlaring mumkin, Telegram'am bor, bemalol aloqaga chiqsalaring, yana ham qo'shimcha ma'lumot beramiz, tushuntirishlar beramiz va boshqa variantlari ham bor buni. Molxonaga qo'ysa bo'ladi yoki issiqxona parniklarga qo'ysa ham bo'ladi. Juda ham bezapasni ham desa issiqlikni chiqarib beradi. Faqat yoqilg'ini sifatlisidan quysa bo'ldi. Juda ham yaxshi ishlab beradi.